Uzun HTML dərsligi 20-ci qism HTML asas bilimlərdən xülasə. Əmdə aldınqı 19 qism dərsigimizdə HTML-ninki ən asas bilimlərdən xəbərdar etdik. Bu dərsigimizdə asas məzmun birisi HTML kod tizləş qo'llanmasidagi shu qism kodlarni bir qur ko'rib chiqamiz. Andan keyin rang nomlari tizimligini bir qur ko'rib chiqamiz. Kod tizimlikka qaraydigan bo'lsak, mana HTML-ninki asosiy hujjati. Buningki mana xiyot rayini, body rayini. Mana shu ikki qismdan tarkib topgan bo'ladi. Andan keyin text elementi. Text elementni ishlatgan vaqtimizda biz mana bu abzas xat kuchi, ya'ni p xat kuchi, andan keyin br mana qurtashlash, hr mana bu tuz siziq hosil qilish degandek mashlarni o'rgandik. Andan keyin mana bu logikalik style, ya'ni logikalik uslub. Buningda biz mana im xat kuchi, andan keyin mana strong tom xat kuchi, hamma kod odati ko'z xat kuchi degan shu 3 xat kuchni o'rgandik. Andan keyin fizikalik uslub deganda mana bu b, mana endi tom ko'zitish, andan keyin ay mana xatni yon to'q ko'zitish xat kuchi. Andan keyin ulanish, andan keyin mana rasm elementlari qatorliqlarni o'rgandik. Buningda mana bu asosiy kod qismida mana bu harf orqali miyada bu xarakter orqali mana bu nishon torbat adresini miyaga mana bu xat kuchininki mazmunni kirgizib mahiyalarda ishlatdik. Ham buning ichida yana mana bu rasmni buningki mazmunni pishiltish, andan keyin mana bu elxat adresiga ulandigan holatda mana mail to mana bu qo'shcheket, andan keyin email adresi mahiyalardagi ishlatish usulim bor. Andan keyin mana bu URL tizimlik. Bu tizimlikni orasida biz mana bu URL tizimlik, OL tizimlik, DL tizimlik deb biz buni mana bu o'xshamagan holatda mana oldida tom chekit ko'rinadigan, manada 1 2 3 4 5 oldida deb mushta tartib bilimit ko'rinadigan. Manada buning ham izohat belgidan bo'lgan holatga mushta 3 xil tizimlikni o'rganib o'tdik. Andan keyin mana bu table jadvali. Buningda mana table orqali bordir buningki mana bu qirninki qiymatni bir kelgan ifodalaydi. Andan keyin tr, andan keyin buningki td. Valan o'rgandik. Andan keyin mana bu frames, mana bu frameset mahiyalardagi xat kuchni o'rgandik. Bu orqali shu bet yuzda boshqa torbatlarni bulamdi yoki boshqa hujjatlarni bulamdi. Shu bir betning ichida ko'rsatamiz. Andan keyin forms, mana jadval uchun xat kuchi. Buning ichiga biz mana input, ya'ni mana bu kirgizgich qiymat orqali o'xshamagan kirgizgichlar, masalan bu yerda tekis, mana bu parol kirgizish, andan keyin mana checkbox deydi, mana bu ko'p tanlash, radio deydi, taxtallash, submit deydi, mana bu knopka, mana rest deydi, mana bu uchurlarni asli qaytarish, andan keyin mana select deymiz, mana bu tanlash tizimligi, andan keyin text area deganimiz, mana bu text kirgizish ramkasi, ya'ni cho'ng text ramkasi degandek. Andan keyin mana bu ifoda belgisini o'rgandik. Masalan, mana bu yolg'on tirnoqniki yoki mana bu kichik belgisiniki ma'qul holatda ifodalanganini, cho'nglik belgisiniki mana bu ifoda orqali ifodalangan, mana copyright, ya'ni nashr huquqiniki mana bu ma'qul holatda ifodalanganligini o'rganib o'tdik. Keyin boshqa elementlar deganda mana boshqa elementlarni o'rganib o'tdik. Endi ikkinchi mazmun nima deganda rang nomlar tizimligi. Rang nomlar tizimligi deganda endi bu mana bu rangning ismi 16lik sistem bo'yicha ifodalanishi, andan keyin mana bu rang qatorliq miyada biz mana bu 216 xil bexatar rang deb qaragan ranglarningki tizimlik hammasini qildik. Mana hujjat shu darslik bilan birga shu o'rganuvchilarga ta'minlandi. Shuningdan bevosita foydalanib, mana bu rang qiymatlarini ishlatishga bo'ldi.